Yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan birgalikda Nitrocraft va Aladinos. Bugun Lamblok o'ynaymiz. Let's go. Kanalımızdan boshqa. Birinchi blokda o'zing qazib ber, brother. Yaxshi, progress. Endi siz qazuvchi, men quruvchi bo'lsam bo'laveradimi? Rozimisiz? Bo'laveradi. Baribir serverga birinchi kelgan bloklarni oladi-yu. Menga berishmayapti hozir. Davay. Olg'a. Yo'qolib ketishdi. To'xtang, bularni hozir kengaytirmay turamiz. Yog'och chiqqandan keyin. Davay, qazuv. Ha, yog'och chiqqandan keyin yarimtalik bloklarni kengaytiramiz. Juda ham yaxshi. Olg'a. Do'stlar, kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, kommentariyalarga o'z fikringizni yozib qoldiring. To'g'rimi? Nitro. Step 2 ga ham. Gapingdan keyin pastga tashlaverardim lekin. Hozir yog'och chiqsa kerak. Hop. Bang. Yo'q. Yog'och. Yog'och yaxshi. Ikkinchi yog'och. Crafting table yasasang yaxshi bo'lardi. Aladin. Menga. Ayta oldik. To'rtta kunga, to'rtta manaqa graviga, to'rt dipga xullas shunaqa yasayotgan. Yaxshi. Men o'zimga qilich yasab oldim, kechqurun rosa moblar spam bo'ladi. Menga qilish shart emas. Yaxshi. Menga iloji bo'lsa anaqa nima lapatka yasasa bo'lmaydimi? Stepga o'tdimi? Keyingi stepga o'tdimi? Yo'q, menimcha hal bermas. Yo'qmaydi. Sindirib bering, nima esa? Tabo'risi. Voy, daraxt tushib ketdi. Daraxt tushib ketyapti-yu. Daraxt, alo. Bu yerda daraxt bor, tashlab qo'ydim. Okey. Do'stlar, chap tarafimizda burchakda sizlar nechinchi kun ketayotganini bemalol ko'rib tursanglar bo'ladi. Menimcha hamma bilsa kerak, kun deganni anglatishini. Yosh bolalar ham ko'rishi mumkin. Nima deb o'ylaysiz? O'ynab turing hozir. Yo'qmi, mana ekan. Cho'chqa sotyapti mana it. Harom. Aysam. Ays sotyapti, it ko'mir sotyapti. Ays oldimmi? Ikkita, yana bitta olib qo'ysa yaxshi bo'lardi ays. 64 ta ko'mir oldim. Aka karotchida bu pastga qarang, pastga qarang. Pastga qarang. Ketdi, o'zi yashagisi kelmas ekan hayotda. Ays oldingmi? Yes. Menga ber. Mana mening ham senga sovg'alarim bor. Oy. Foto purs ochganda yetishib benda. Nima deyapman, anaqa kabulstonis? Rivojlanamiz yaqinda. Ozgina qoldi. 4, 3, 2, 1. Rivojlanish. Lekin bizda ays 3 ta bo'ldi. Menda ham ays bor edi. Oldim. Bo'lura. Katatishga yordam beraymi? Yo'q, shart emas. Mo. Bir donami? Yo'q, bir dona turadi ekan, chiqib qolgan dedi. Mana
Do'stlar, agar shaderlarga qiziqayotgan bo'lsanglar, uni nomi Iteration. Yozib ko'rsatib beraymi? Lekin siz shader Yo'q yoziladi. yo'qmi? O'sha meni shaderim hisoblanadi. Xohlasangiz uni Iris bilan yuklaganingizni o'zi men tavsiya beraman. Biz o'ynayotgan versiya 1.21 10 fabrik versiyasi hisoblanadi. Nega? Juda ham qulay. Nega? Shunchaki qulay, juda ham zo'r. Nimaga yangi versiyada o'ynamayapmiz? Bunga sabab bu versiya Qulaygani o'ynagimiz kelmayapti. Juda ham ko'p modlar ishlamaydi. Juda ham ko'p. yangi bo'lgani uchun hali ko'p modlar chiqmagan unga. Biz hozir o'ynayotgan modlar unda yo'q. Agar Shu hisobiga agar modlar kerak bo'lsa, kommentariy yozib qoldiring. Telegram beraman. Telegram kanali ochib tashlab berishimiz mumkin. Yes. Ular shunaqa gaplar do'stlar. Ammo Nitro Craft juda ham yaxshi bola. Juda ham. Chap ko'zimga yosh keldi. O'ng ko'zingizga. Yo'q, o'ng ko'zim bilan yog'och qazyapti. O'ng ko'z. G'alati eshitildimi? Mayli. Shuncha daraxt qazib, shuncha Infinite daraxtimiz bor biz endi. Yani lekin bitta dirt bilan yasasa bo'ladi. Bitta dirtga bitta shunaqa yasasa bo'ladi. Bitta nimaga? Bitta dirtga, menga bitta yo'q, nima bering? Degandaqa. Короче, do'stlar, hozir qorong'u tushdi. Men olib kelaman. Qarab turing hozir. Birpasda yorug' chiqib qoladi, qarab turing. Hop. Qayerga? Hozir atiga 1 minute. Bironta modigami kimdir chaqirib qoldi. Yo'q, bironta mod uchun. Bu joyni qirib boraman chunki nima qildim unaqa. Senga ham tashlab beraymi bu modni? Qanaqa mod? Bu mod bilan kechqurun yop-yorug' ko'rinadi. Night Vision'mi? Night Vision resurs bor. Faqat mod versiyasi. Bor menda u. Lekin kerak Bormi? emas. Kerak emas aka. Nima kechqurun o'ynaymizmi? Nima kechqurun o'ynaymiz? Lekin qanaqa qoladi? Shader bilan g'alati ko'rinib qolyapti-da. Ashula shader bilan g'alati bo'ladi. Nima qilaykin? Tezroq kiring bo'ldi. Abab men video olmayapman, menga bo'laveradi-yu. Yo'q, bor. Abab man yuklamadim. Kiryapman mana. Yo'q, lekin siz o'zingizga natijani berasiz bo'laveradi. Natijani true qilsam, mendan tashqari anaqa bir narsalar chiqmaydi, ali. O'zingga bironta effekt bersang, bir narsalar chiqib turadi senda. Ashnaqa chiqmaydigan qolishni bilib oldimmi? Normal. Ya, natijani chatmas ekan. O'ynab turaylik. Kattalashtirdik joyimizni. Endi bu joyda Qani. qaytib keldi. Bu unaqa sotish kerak, ip sotish kerak. Qoch turinchi, yana kerak. Voy, sotmaycha, invalid kerak. Invalid. Bir stak anaqa oldim. Mayli. Tovuqlar ko'paytirish kerak bo'ladi. Ya. Biz yana do'stlar sizlarga spoiler qiladigan bo'lsam, Ha? do'stlar sizlarga spoiler qiladigan bo'lsam, biz bu kelajakda mamlakatda hamma fermani qurishimiz mumkin. Hattoki hamma achivkalarda, Ender Dragon'ni yutish, shunga o'xshagan narsalar hammasini qilishimiz mumkin. Короче, ba'zi blogerlarga o'xshab 20-30 kunga to'xtab qolmaymiz. Dalshi mana shu day bir kutimog'i orqasi ikkita do'l qo'shilguncha davom ettiramiz. To'g'rimi? To'g'ri. Bekarchimiz yo'q. Hattoki undan keyin ham agar so'rasanglar, kommentariyga yozsanglar, davom ettirishimiz mumkin. Holat. Bo'lishi mumkin.
fermalar uylari. Ha? Uylarni xilidan har xil fermalar, avtomaticheskiy craft, eritish, shunga o'xshagan narsalar. Voy aka uzr aka. Menga hali emas, to'g'ri savdo qilyapti. Odam ajratadi. Bizga hozir daraxtdan ko'ra loy ko'p kerak, chunki kelajakda loy umuman kelmaydi bizga hali beri. Loyni sandiqqa solib qo'yingda bor loyni. Chunki kelajakda bizda bitta ham loy bo'lmay qolishi mumkin. Loy ferma qurishadi bo'ladi. Bo'lsa kerak. Yaxshi, mayli. Menimcha o'zimizga bitta maqsad qo'yishimiz ham kerak. Yo birinchi 1000 ta obunachi yoki 10 ta obunachi chiqqanda birinchi streamni qilish degan maqsadlar. Birinchi 100 ta obunachi bo'lsa, birinchi streamni qilamiz. Va streamda hardcore o'ynaymiz. Ya streamda oddiy mir o'ynaymiz. U anaqa bo'ladi. Dragonni o'ldirgunimizcha bo'ladi. Sen to'xta, qanaqa qilib boya mana toshli narsalar yasading? Anaqa loydan, to'rtta loydan tosh yasasa bo'ladi. Ha. G'aroyib. Shuning uchun boya loylar yo'qolib qopti-da. Kabuston bor edi menda oltita. Seryozni. Mayli. Menga hozir ko'p kabuston kerak, qazib o'tiribman-ku. Okey. Mana kattalashtirib qo'yay. Ha? O tosh, birinchi tosh. Olindimi? Olindi. Lekin bizda allaqachon tosh bor edi. Lekin bu joy kesilib ketadi. Hamma gaplarimiz qo'yilmaydi. Nimaga aytdim? Boya men nima qilardim-da? Sizlar uchun 1 sekundlik ish. 1 sekundda hozir tong otadi dedim. Nima qilaman dedim? 1 sekundda tong otadi dedim. Bu degani naqada naqa. Ashnaqa. Shunda hozir holigamga gapirsam bo'laveradi. Holiganicha. Nima kerak? Ya bo'ldi, men yasab olganman, boya просто qolib ketganlarni sindirib qo'ydim xolos. Ishlatib qo'ydim. Yog'ochli aslaqa yasamadik-a? Yo'q, sразу o'tib ketdik-ku. Yog'och kerakmi? Menda 450 ta yog'och, tosh degan narsalar bor-da. Nima kerak emas, Sen meni dardin. Keling, bu tarafiga o'ting, bu tarafiga jitil o'rtamizda tursin. Smile. Voy, aka qochib ketdi. Ketvordi ko'z ekan. Aka. Bakasinda. Bakasinda. Tushib ketdimi? Ha? Endi men ham o'z screenshot qilmoqchi edim, ko'z ekan. Impostor nima? Ha, men hozir o'ldirdim-da endi buni. Impostor degani qanday tushunasam? Among Us o'ynaganmisan? Yo'q. Sotqon degani impostor. Shpion. Shpion, ha, shpionmi? Ha. Bitta o'yinda bor edi. Vo, aka yana. Qaytib keldi. Nima sotar ekan? Temir. Qani? Ja hammasiga o'xshash shart emas lekin. 28 ta temir oldim. Toshimizdan janaqa, yaxshi. Nechta? 2 tami? Bo'ldi, hozir 2 taga bo'laman buni. Yaxshi. Voy, ey. Qani aka? O'la. Qaysini qoldi? Oh my god, men ham qo'ydim. Lekin men birinchi qo'ydim. Buni nima men oldimga qo'yib qo'ydim bularni, chimda qo'ysa bo'lardi.
turaman-da endi maza qilib, ha? Yes. Mana do'stlar, qarang, tongam otdi. Hozir sizlarga kechasi bilan nimalar bo'lganini tushuntirib beraman. Shuncha narsa yig'dik va mana bu brat kelib qoldik. Bu bratni qarasak, temir bor ekan. Baxt deb ashuncha temir oldik. Keyin bundan oldin yana bitta brat chiqdi. Undan ugul oldik. Adashmasam sizlar ko'rdinglar buni. Hozir ko'proq temir olaylik. Ha, keyin Aslahalar kerak-ku. aslahalar esa 24 ta, 48 ta aslahalar kerak. kengaytirdik. Ancha kengaytirdik. Bizga 48 ta temir kerak aslahalarning o'ziga, kiyimlarning o'ziga. Tong otdi. Tong otdi. Voy, tog'a, trader tog'a. Siz bir qarindoshlaringiz yo'qmi? Olmos sotadigan qarindosh yo'qmikan ana shu? Bitta loyga bir full aslaha sehrlangan. Haligi nimalar borib, shunday kirsangiz bitta har bitta 4 ta loyga shuncha narsalar nezeritdan sehrlangan narsalar qilsa keyin galemlarni yoniga qo'yib bitta katta bino qurib nima qilib qo'yadi, bekitib qo'yadi. Oy mama, yo oy mama. Ota yaptı oy mama. Karıcı hazırlığına tutuştu. Geçer temirden atmasın halledin. Yağmur yoksa hem yaxşı. Yağmurdan foyda. Yaxşı, endi buni to'playamiz. Sizlar raqamimiz bor ekan. Keyin hozir taraf beramiz. Quramiz. Yo mayo. Lore. Yo do'stlar, shuncha temir. Yo, qani ashitil. Lekin bu tog'a temir sotadi, buni o'ldirmaylik ya. Bitta gapim bor. Ha, Sen ochib qo'y. qo'shilaman degan. Korotga yana 8 ta temir oldim. Endi Mana do'stlar, kirdi akam, kirdi. Aladin kalla qo'ydi. Короче, birinchi o'rinda sizga nima yasab berish? Yo, Aladin o'z. Yo, Mana yana daraxt ilmi uchun kerak bo'lsa. Mengami 10 ko'zimga yosh keldi bu safar. yana nima yasayapsiz sizga? O'zimga qilich yasab oladi. Shit. Ikkita anaqa ham yasadim lekin. Ey brother. Small shields degan model nomida. Yo'q. Resis parkim bor. Tasha ber. Lekin
hozir maytimiz bilan tushmaydi. Ha. Okey. Menga mana maytimiz o'zi yoqyapti. Mana shu yerdan-da Yo do'stlar, yomg'irda qaranglar. Ha? Do'stlar, yomg'irda qaranglar, mana yerga qaranglar, shunaqangi chiroyli. Xo'p. Menga hozir taom kerak, taom, ovqat. Короче, hamma Voy. narsani sandiqqa soling-da, hamma narsani sandiqqa soling. Ay, tashlayman o'zim, ha. Ha, o'z joniga. Hop, bular kerak emas narsalar, bular mening narsalarim. Pastga o'zim narsalarimni qo'yib qo'yapman. Qolgan narsalar tepada turibdi. Xayr! Beshafqat dunyo. Yo, mendan rozi bo'l. Seni oq adashibman. Meni oq qilyapti. Hop, ikkinchi kunimizga boshlayapti-da. Qamat beribdi. Yomma. Yangilandi. Yo'qmaydi, qo'ylarimiz. Ikkita qo'y. Mol. Nima deyapman? Mol yig'layapti. Akaga nimaga mollik qiluvdim? Meni qo'y deyapti. Yorug' tushdi. Kechqurun nima qilganimni aytib beraman. Ikkita qo'yni sotib oldik. Hozir spam bo'ldilar. Mana Qo'yma. Mol, to'g'ri, mol. Qamab qo'ydi bularni. Keyin bu yoqqa to'siq qildik. Nariyoqqa mana ularni, короче. Uy, tushgan dedi, onasini. Nima sotyapti-kan bu bratimiz? Sabzi sotyapti-ku. Sabzi ferma qurarsa bo'ladi. To'xta, avval mana oddiy ferma bor, bug'doy ferma, sabzi fermalar bitta qurib olish kerak-da. Ashuni men ikki qurib. Lekin loy kerak-da, ko'pgina. Qarang, men oraliqqa qurib yuboramiz. Davay. Mana ikkita oraliqqami? Men yoqqa quramiz. Suvipa. Suvib. Loy bilan to'ldirib chiqaymi ichini? Loy, yo'q, mana qan. O'rtasiga bitta nima qolsin? Hozir 1 2
Scrolling. Ketyapmiz yaxshi. Bu yerga bitta qurmash kakrasiz ekan-a. Ikkita yo'qolgan vaqtda. Bo'laradi, farqi yo'q. Mana uni ham maqtayli. Bergan Hop. to'pdan. Hozir menda naqa bor edi. O, bitta daraxt qo'shdi. Do'stlar, hayron bo'lmanglar. Biz bitta mod ishlatyapmiz. U mod bilan bitta daraxt qazsangiz, tagini yoki bironta blogini qazsangiz, hammasi tushadi. Bu modda ham kommentariya yozsanglar, hamma mod tashlab beraman. To'g'rimi? Albatta. Endi men yoqqan loy kerak ekan, loy yo'q. Voy, ovqatim. Birinchi marta men O'zi hamaloyda tarqadi. birinchi marta ovqatim tugadi. Yarat jaket. Emas turaman, qanisiz? Emas turgan bo'laman, siz moni qarang deyman. Qanday deysiz? Keyin men itarib tushirib yuborasiz. Moni qarang, Zorshaga moni qarang. Moni qarang. Qani. Nimaga unaqa qilasiz? Qamay, nima ashtaqasiz? Nashlarim bo'laman endi. Temtasiga o'sdim. Maqlas. Yo'q, iblos. Xafa oldim. Xafa oldim. Yaramtali bloklarda xafa oldim. Esimda yaramtali bloklarda suv pastga tushib qolishi. Hammasi mana shu qishloqda bo'ldi. To'g'ri. Cho'chqa sotyapti ekan, qo'yya. Cho'chqani kasrib biz yuryapti. Loy yo'qmi, loy? Bor. Sandiqqa solib Tushdi. qo'y. To'rtta ekan. Amayli. Amayli. O tagidagi loylarni olaman. To'xta, ularni qazimay tur. Men tagidan turib olaman. Voy. Kulayotgandim men. Qazib oldingmi? Yo'q. Loyim tushib ketdi. Loyni orqasidan deyotgandim. Bo'ldimi, hamma loy olindimi? Yo'q, maya bitta loyim tushib ketdimi yonimdan. Voy. O'zing ham tushga tiqolmay. Tek. Yuvosh. Mendagi suvlarni olib qo'ying, nima ekan? Akan o'lgisi kelyapti. Mana fermada ish qilib mana daraxt ko'payib ketib qolyapti ekanda. Endi mayli yaxshi. O'zi nimaga o'zi? Mana tez o'syapti-ku. Sekin o'syapti. Daraxtlarmi? Ha, yo'q. Siz olayotganingizda men hech olmadim-da hali. Men olyapman-da o'zi hammasini. Aka o'zi bizga kerak emas desam. Rostdan kerak emas ekan. Loyim chiqib. Mana tashlab yuboraveraymi mana bu bratda? Nima? Voy aka tushib ketib qoldi. Hali
Haligi naqa mod qo'shish kerak Zosh aka. Animation naqa. Person animation. Personality. Fresh animationmi? Mana bu yuraganda animatsiya qilib. Mana uni nimadan quray mana bu mob firmani. Daraxtdan. Nimadan qilmoqchisan? I haven't daraxt. Desam qora daraxtdan quray a. Men bu filmni qora daraxtdan quraver. Ya bu like qaramay qo'yarasiz. Ashaqqa fakellar qo'yib qo'ying ekan bo'lsa. Xullas do'stlar yana yorug' tushyapti. Tuni bilan qilgan ishlarimni aytib beraman. Qilgan ishlarimiz. Birovni to'ttalik qilib chiqyapmiz. Bunaqa bitta urib o'tmay qoldi. Yaqin multfilmni davom ettirishimiz kerak. Davom ettirmayapti chunki narsalar yo'q. Hammasini to'ttalik qilib yuboraylik. Yo'q, ungacha shunaqa qilib ungacha maytga tezroq o'stirish uchun hani moblar spam bo'ladigan qop qorong'i negir qilyapti. Bo'pti. Abitdan keyin. Davay, abitdan keyin kiraman. O'zim o'ylab turaman. Xullas, shunaqa narsalar. Kuryapmiz, yana quramiz, bundan keyin ham quramiz. Buni oldin ham qurganmiz. Sindirib olsak. Xullas, bu nimaligini sizlarga tushuntirdim. Do'stlar, videoning birinchi qismi shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Ikkinchi qismini esa bilmayman qachon chiqadi, lekin aniq chiqadi. Ertaga chiqadi ikkinchi qismi. Shu video qo'yilgan kunini bir kundan keyin chiqadi. Do'stlar, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Modlar kerak bo'lsa kommentariyaga yozing. Hammaga xayr. Sizlar bilan Nitro va Craft Aladinov bo'ldi.